Zeyde kişi kollegiya отырышлары devam ите. 3 fevralda 7 mektabda fizkultura, sport hem turizm idaresi kollegiyasi o'tdi. Onun içinde rayon başlığı Razif Karimov qatnaşıp, rayonda şu septen sport tarmağında başqargan işlerге to'xtaldi. Чыгышында pandemiya cheklevlarini, uzgan o'quv yilining so'nggi sherigi o'quv ko'nikmalarining onlayn formatda o'zuning aqog'ili buzdi. Biz og'imdagi yilda sport salomatlantiruv kompleksining kapital remontlarini davom ettirishakmiz. Onun ortida mini futbol maneji bor, qakilashakdi Razif Karimov. Rayonda sport maktablarında zeyiller sportning 19 turi bilan shug'ullana. Sport idarasi boshlig'i Ilfat Ashrapov chiqishida sport bo'yicha 2020 yil natijalari turida bayon etdi. 2020 yilga burishlar belgiladi. Uzgan yıl bar sport maktabi için uңuшлы yıl buldu. Kirill Gerasimov jеңіл atletika bo'yicha Rossiya birinchiligida 25 ga qadar bo'lgan yoshlar arasida jеңүүче bo'ldi dedi Ilfat Ashrapov. O'tirishda bar sport maktabida tarbiyalanuvchi Kirill Gerasimov, yoshlik sport maktabi treneri Albina Xaxlova ham boshqalar chiqishlari tinglandi. Kollegiya eng yaxshi fizik kultura ham sport xizmatkorlarining bo'laklov tantanasi bilan tamomlandi. Razima Kashapova, Yuliya Kazamarova, Aleksandr Timofeyev, Zey xabarlari.